Dede hadi uzunuz yayılmazsa bize meyli. Bismillah. Bu ovqatdan yemagan odam bo'lmas ekan. Dupur. Yeganlar bormi? Qonim yomon chiqib ketyapti. Uyga ham продукты qilish kerakda. Go'sht qolmabdi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Olchoqat Kaoblarning 3-filiali inshaalloh ertaga soat 8 yoki 9 da ochiladi. Xudo xolisa hammasini ehsonda kutib qolamiz. Kelaverasizlar. Shaxsan hokimlar o'zlari ham tashabbus qilar ekanlar. Mana yo'llar tozalanib, cho'tka qilib ham yo'q qarilibdi. Sizlar ham kelsanglar xursand bo'laman. Siz obunachilar, kelinishaydi. Ertaga soat aniqini bugun kechqurun qo'yamiz. Yo 8 yo 9 da. Kunduzgi kelaveradi. Xudo xolisa Namanganning eng zo'r oshpazlari, kabobchilari, somsa, shu hamma narsa bo'ladi. To'yxonasi ham bor, kelaverasizlar. Homiladorlar bu videoni bemalol ko'ringlar. Pochcham olib keladi. Bismillah. Videoni o'zingiz bilib egasiga jo'natib qo'yasiz. Bunaqasi hech kimda bo'lmaganda. Qoshiq topa olmadim. Alhamdulillah. Dede nuqul yayılırsa bize meyli. Mavqamani ham berib yuor. Dede bu italyanskiy morojnada qaysi birimizga otdi-da? Yo'q, bizga morojna qolmadi-ku. Ha dede ondan otdigan deyamiz. Bismillah. Voy. Namanganda bunaqasidan yo'q ekan. Sibirda go'ri. Biz hammani hamkorlikka taklif qilamiz. Xaridinligini o'zimiz qo'yib beramiz. Nima bu? Metalloma mahalla kiyib bo'ldi. Bormi zo'r yeyishadigan. Morojna haqiqatda bo'lajak. Yeb ko'rsam mazaq bo'lasiz. Italiyaga borganim eslatib. Tortadi-yu. Oke, Namanganda yo'q ekan haqiqatda ta'mi. Men bunaqa morojna yeb ko'rmaganman. O'zi ham Namanganda yo'q ekan, faqat okam bilan murojaat qilasizlar. Xohlagan darajada optimga ishlasizlar va xaridini tekinga olasizlar. Tekinga xaridini qo'yib berishadi. Tortadi-yu. Bu qizimga, bu o'g'limga. Alhamdulillah. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Namanganda juda ham tez trendga chiqib ketgan Choychi Abdullohni uchar qanotchalarni egani keldi. Xudo xolisa bugun soat 6 ga post tushaysin, ha? Bo'ldi, aka. 6 ga bosib olamiz. Ha, buni bitta fishkasi bor. Qoni chiqsa bekorga deylar. Qoni chiqarib bersangiz bo'ldi, aka. Bo'ldi. Sizga ham bekor yo'q. Ha, shundoq. Nechkilar bo'lsa ham kelishaveradi. Mana Choychi Abdullohning joylari, yangi joylari bilasizlar. Buni manzili Zaytun marketda ro'parasida Choychi Abdulloh. Bismillah.
Alhamdulillah.